Mana Telegramga endi qo'yaman, zagruzka bo'lyapti. Instagramgacha qo'yilguncha sotilib ketsa kerak. Toyota Prado 150 talik 2016-yil tomchi farali va 200 ming probegli va polibodi kitlida va night paket. Shunaqangi mashina olov bo'lib yonib turibdi, kraskasi toza, ya'ni udar bo'lmagan ekan. Lekin mana shunaqa yana blesk bo'lish uchun qo'lni lak sepilgan deyaptilar. Kojniy sidenali 6 talik korobkasi ba'zilarida 4 talik bo'ladi deyaptilar. Luk-puklarigacha bor, rullari ham anatomический. Mana o'shaning uchun Telegramga o'tib oling deyman. Mana Telegramga mana endi qo'yardik. 34 mingga qo'yamiz. 34 mingga bosib yuboring. 34 mingga yangi mashina, gibrid mashina, yurmagan mashinalar beradi dirsiz. Lekin bu Toyota Prado yilla o'tsa ham buni obro'si tushmaydi. Bular jimjaga o'lmas kashi buzilmaydi. Bilsangiz kerak, rostagasi legenda apparatlar. Yoki yangi Xitoy mashina olarmidingiz? Yurgan Toyota Pradomi. Qaysi birini olgan bo'lardingiz? Menga qiziq. 34 ming.